Do'stlar, hozirgina O'zbekiston Kolumbiya ustidan kichik hisobda g'alaba qozondi degan gapni aytish hammamizga nasib qilsa. Bugun o'rtoqlar soat ertalab 7:00 dan boshlab O'zbekiston Kolumbiya bilan Jahon chempionatidagi birinchi o'yini va birinchi ishtirokini boshlaydi. Futbolchilarimizga faqat omad tilayman. Xullas kalom, olg'a O'zbekiston. Qaranglar. 699 kaloriya yozilgan, kilokaloriya, 700 kilokaloriya. Nima uchun oldim buni? В общем, sportga bormanglar, mayli, hech qachon sportga bormanglar. Lekin inson uchun kunlik norma kilokaloriya bordi, maksimal 2500 kilokaloriya. Mana shu ilova orqali shu kilokaloriyani o'lchab, bir kunda 2000-2500 lik ovqat yeb turib, ko'rib turib, umuman sportga bormanglar, inson semirmaydi. Chunki gaplashishimiz ham, yurishtirishimiz ham kardio, bu ham sport. Ayniqsa g'iybatlashishimiz. O'shaning uchun mana shu предложениeni xohlasanglar skachat qilib olib, dunyoning любой точкasidan 2500 kilokaloriyagacha urib nafsi tiyinglar, inson semirmaydi. Bo'ldi. Baxtli bo'linglar.